Assalomu alaykum. Ismim Ramziddin. Front-end yo'nalishi bo'yicha ITech akademiyasida tahsil olganman. Dasturlashga kirib ketishimga sabab men Tatu Farg'ona filialida o'qiganman. Bu yerdagi dasturchilarni ko'rib, menda dasturlashga yanada qiziqish ortgan. Keyinchalik bir nechta o'quv markazlarida tahsil olganman. Bulardan eng maqbuli menga ITech akademiyasi bo'lgan. Kurs mobaynida ko'plab qiyinchiliklar bo'lgan, lekin ustozimizning bergan to'g'ri tavsiyalari tufayli bu qiyinchiliklarni yengib o'tganmiz va kurs muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng ustozimiz bizni Insof IT kompaniyasiga tavsiya qilgan. Insof IT kompaniyasida ishlash jarayonidagi qiyinchiliklarga ustozim bergan nazariy bilimlardan foydalanib to'g'ri yechim berdim va ko'plab real loyihalarda tajriba to'pladim. Hozirda texnikumda o'qituvchi sifatida faoliyat yurityapman va yosh avlodga zamonaviy IT bilimlarini ulashib kelmoqdaman. Hozirgi davrning eng zamonaviy kasblaridan biri bo'lgan IT sohasini o'sib kelayotgan yosh avlodga tavsiya qilaman va bu sohani o'rganish uchun eng maqbul joy ITech akademiyasi deb hisoblayman. Ushbu sohani o'rganishimga va IT olamida o'z o'rnimga ega bo'lishimga katta hissa qo'shgan ITech akademiyasiga va ustozimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.